Bulutli kunlarning 29-marti Xo'txo'z setkada ish jarayonimiz. Mana bu tadbirkor bir akamizga Qiziltog' hududida qurilish materiallari do'kon egasiga foydalanish uchun, sotib foydalanish uchun 20-23 qalinlikdagi yo'l setkalarimiz hamda do'konlarini oldini yopib qo'yishlik uchun 2 metrga 2 metrli gabyon setkalarimizdan xarid qildilar. Buni o'zlari uchun do'kon uchun ishlatar ekanlar. Buni bo'lsa tirikchilik uchun sotib oldilar. Xudo xolasa Alloh barakasini bersin. Kimgadir metal setka mahsulotlarini sotib foydalanish uchun agar olinadigan bo'lsa, chiroyli qilib, ya'ni narxlarini imkon darajasida pasaytirib, ya'ni savdo qilishga harakat qilamiz. Foydalanib tijorat qilishlari uchun marhamat qilib murojaat qilishingiz mumkin. Narx-navo bo'yicha hamda boshqa savollar bo'yicha raqamlarimiz ekranlarda.